Belarus traktoriga skidka so'raganmidingiz? Biz sizga naqd kultivatsiya sezoni o'rtasida bir emas, ikkita Belarus traktoriga skidka e'lon qildik. Shoshmang, eski traktorlarni aksiyaga qo'yganimiz yo'q. Aksincha 2026-yil yangi legendarniy Belarus 3 g'ildirak traktorini 365-370 million sotganmiz. Hozirgi paytda 355 million skidka narx deb e'lon qildik. Issiq kunda konditsioner ketadi-ku. Ushbu legendarniy 84.1 traktorimiz 70-76 ga tushib, universal traktor hisoblanadi. 2026-yil 315-320 million sotilgan ushbu traktorimiz hozirgi kunda 305 million so'm skidkada. Belarusga aksiya so'raganlar ushbu videomizga bitta like bosib, omila tugmasini bosib qo'ying. Xudo xolasa barcha traktorlarimizga aksiya berishga davom etamiz. Aytgancha ushbu aksiyamiz 15-iyulgacha davom etadi. Traktorlar soni cheklangan, ulgurib qoling. Aytgancha ushbu narxlar lizingga ham amal qiladi.